yopiq hudud, ya'ni o'quv mashg'ulotlar o'tkaziladigan hudud bo'lyapti. SXF kompaniyasi tomonidan qurilish ishlari olib borilyapti. Umumiy 3000 kvadrat metr maydonga. Keyin erta yong'in sochillarda ham juda qimirlab o'ynab qolmaydi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun navbatdagi proyektimizni nihoyasidamiz. Hozir oxirgi ish jarayonlari ketyapti. Buni to'liq obzorni hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Bu proyektimiz Samarqand tumani Xishraf hududida joylashgan bo'lib, ko'pchilikka mashhur bo'lgan SXF kompaniyasi tomonidan qurilish ishlari olib borilyapti. Bu yerda SNG davlatlari o'rtasida elektroenergetika bo'yicha musobaqalar tashkillashtiriladigan yopiq hudud, ya'ni o'quv mashg'ulotlar o'tkaziladigan hudud bo'lyapti. Bu yerga umumiy 3000 kvadrat metr maydonga kirpichik modelning 6 santimetrlik, 4 santimetrlik qalinlikdagi modellardan o'rnatilgan. Bundan tashqari trapetsiya modelidan ham o'rnatilgan va shunga yarasha trotuarli bordyurlar va latoklar ham o'rnatilgan. Proyektni o'rtasidagi bu keng hududga kirpichik modelning 6 santimetr qalinligida yotqizilgan. Sababi bu yerda ertaga konsertlar bo'lishi mumkin, har xil tadbirlar o'tkazilishi mumkin. Shu vaqtda yuk mashinalari chiqib, sahnalar o'rnatilishi mumkin. Og'ir yuk bosadigan biror holatlar kuzatilishi mumkin. Shu sababli 6 santimetr qalinlikdagi brushatkadan yotqizilgan va bu yerni dizaynida ko'rishingiz mumkin, bir xil rangda ikki qatordan terilgan. Sababi joy juda keng. Agar bir qatordan terilsa, bu mayda bijir-bijir bo'lib, uncha yaxshi ko'rinmas edi. Solishtirish mumkin. Yo'laklarda xuddi shu holat, faqat bir qatordan bir xil rang bir qatordan terilgan. Bu keng ploshatkada esa ikki qatordan terilgan. Shuning uchun ko'rinishi ham juda chiroyli chiqqan. Yo'laklardagi va basseyn atrofidagi brushatkalar ham 6 santimetr qalinlikdagi, faqat dizayni o'sha boya aytganimizdek bir qatordan, bir xil rang bir qatordan joylashtirilgan. Bundan tashqari besetkalarning ichlariga 4 santimetr qalinlikdagi brushatka yotqizilgan. Sababi bu joyda faqat odamlar harakatlanadi, hech qanaqa og'ir yuk bosadigan hech narsa harakatlanmaydi. Shuning uchun oddiy 4 santimetrligi ma'qul ko'rilgan va dizayni shaxmat stilida ko'rishingiz mumkin yotqizilgan. Yo'laklar atroflariga, shu brushatka terilgan chetlariga vibropress bordyurlardan foydalanilgan, ko'rishingiz mumkin. Bular ham juda ham hududni mustahkam saqlaydi. Ertaga yog'ingarchilik holatida ham drenajni ham yaxshi ushlab beradi, mustahkamlikni zo'r ushlab beradi. Besetkalarning ichidagi brushatkalarni ushlash uchun quyma bordyurlardan foydalanilgan. Sababi bular yupqa 4 santimetr. Shuning uchun quyma bordyurlardan foydalanilgan. Turkiy davlatlarning milliyligi bo'lgan o'tovlari bor. O'tovlarning atrofiga aylana hududlar uchun trapetsiya modelidan yotqizilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham chiroyli chiqqan. Buni ikki xil rangidan, oq va kroshka ranglardan foydalanilgan. Basseyn atrofiga esa basseynlarning atrofidagi hududlarga kirpichik modelning o'zidan ustalarimiz aylana holatida brushatka yotqizishgan va ko'rib o'zingiz baho berasiz. Bu yerdagi brushatkalarni o'rnatgan ustalar ham o'zimizning Istanbul zavodining ustalari bo'ladi. Hozir ulardan ham ba'zi savollarga javoblar olamiz. Usta aka, bu yerga brushatka yotqizishda asosi qanday bo'lgan? Shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Bu asosi olay yer qismini tayyorlab, trombovka urilib, ustidan 10 santimetrlik stяжка yotqizilgan. Uning ustidan brushatkamizni asosi bo'lgan bordyurlarimiz yotqizilgan. Bordyurimiz beton rastvorga qotirilgan. Ana undan keyin esa brushatkamiz qo'y smesga qum bilan sementni aralashtirib 4 santimetrdan 6 santimetrgacha bo'lgan oraliqda smes tayyorlanib, keyin brushatkamiz yotqizilgan. Keyin brushatka yotqizilgandan keyin brushatkamizning ustidan o'zimizning vibroplitamiz bor, trombovka. Uni ustidan urib, presslab olamiz. O'sha trombovka qilish qanchalik muhim o'zi bu holatda? Trombovka qilish muhimligi brushatkani yuza qismini tekis bir xil yotqiziladi. Keyin brushatkamiz juda mahkam jipslashib, o'ynab ketish, keyin bir past baland bo'lib qolmaslik hammasini ta'minlab beradi trombovka. Keyin bu nima yotqizilgandan keyin oraga quyiladigan qumni qanday ahamiyati bor? Qanaqa qum quyish kerak? Bu juda ham yaxshi savol bo'ldi. Araga qum o'zi maxsus qumlari bor. Uni quyishimiz, supurib chiqishimiz shart.
Sababi burchayotganimiz juda estetik sifatli ko'rinadi. Terilgandan keyin o'ynak arasi shoklari yopishib juda chiroyli bo'ladi. Ham qimirlab, keyin erta yong'in sochinlarda ham juda qimirlab o'ynab qolmaydi. U har qanaqa qumni quysa bo'ladimi yoki o'zini maxsus qumlari bormi? Yo'q, har qanday qumni quyish juda noto'g'ri. O'zini maxsus qumi bo'ladi. O'shani qumni quyganini tavsiya beraman. Tushunarli. Rahmat kattakon, tavsiyalar uchun rahmat sizga.